Mana hemşeriler bu kremimizni qaynagan kremimizni muzlab mana tayyor bo'ldi. Endi mavu meniki mavu ishlatgan seriq miyim, ya'ni Turkiyaning seriq miyi mavu bek sag'ush chiqmaydi, oqshiroq rangda chiqadi, ma Ulgarning seriq miyiga. Bundan 1 kilo bilan mavu qaynatgan kremimni endi undan ko'ptirib, keyin buni qaymoq qilib ishlatman. Mana canımlar, bu seriq may bilan kremni ko'ptirish mashinasida boshta-bosh bir xil holat birdan mang'izib ikkisini aralashtirib oldim. Undan keyin mana yuqori potda undan ko'ptirib olamiz. Mana bu qaymoqimizni ko'ptirib tayyor qilib oldik. Endi bu qaymoqimizni har xil tortlarni yasashga, gullashga ishlatsak bo'ladi. Ondan keyin bu qaymoqimiz eshib qolsa, yana chiroyli qachiga sep qo'yamiz. Sep qo'yib, qayta ishlatgan vaqtimizda elib, qozonga suv qo'yib, javur bilan ho'g' o'tag'izib eritib, ondan keyin qo'limiz bilan toza unda elashtirib olsak, yana mush boshdagi ko'pga holati keladi. Undan keyin yana qayta ishlatsak bo'ladi, jonlarim. Shuning bilan bu qitimqi krem qaynatish darsimiz shuning bilan tugadi.